Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər, muş vaxtınlar xeyirlik bolsun. Bugün bayram, bugün Noruz bayramı, bugün ümid, bugün bahar degan bir kun. Hammalarning Nuruzluq bayramlarga və Ramazan iyonlari mübarək bolsun. Bugün Dünya Uyğur Qurultayı Yaşlar Komiteti və Dünya Uyğur Qurultayının rəhbərləri bilan birlə hammamizning, kən xalqimizning diasporada yaşayotgan Nuruzluq bayramını təbriklash uchun bir yerga yig'ilib o'tiribdimiz. Avval biz tunji so'zni Dünya Uyghur Qurultayı'nın raisi Turg'unjon Alovdin apandimga beraylik. Turg'unjon Alovdin apandim, siz mumkin bo'lsa muhojiratga xalqi deydigan Nuruzluq munosabatingiz bilan ko'ngilli so'zlaringiz bo'lsa, biz bilan berilgan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat. Oldi bilan men yoshlarımızning, sizlarning kelajakdagi umidimiz bo'lgan sizlarning Nuruz bayramini tabriklayman va shundaqla butun dunyodagi barliq xalqimizning Nuruz bayramini tabriklayman. Nuruz bayrami bizning an'anaviy milliy bayramlarimizning birisi. Bu bayramni O'rta Osiyo xalqlari va Kavkaz, Türkiye'nin bir kısım xalqlari tabriklaydi. Nuruz degan endi bahorning boshlanishi. Nuruz degan Farschadan kelgan tilkan Navruzdan kelgan. Navruz degan yangi kun degan bo'ldi-ki, yangi yilning boshlanishi. Demak, bu yangi yilning boshlanishini bizning ajdodlarimiz tarixdan buyon tabriklab kelgan. Chunki bahorning kelishi bütün tabiatning yeniden köklep, yeniden ünüp çıkışı, gül giyahlarının ünüp çıkışı, dal-daraxtlarning yaprak çıkarışı ve şunu olan birle meyvelerinin asta meyvelerinin pişip yetilişi ve ziraatlarının pişip yetilişi. Mana şunun başlanışı bo'lgan şu günni ajdodlarimiz tabriklab kelgan bu Nuruz bayramı şuna bizning an'anaviy milliy bayramlarimizning birisi. Xuddi insonmi insonmi tug'ilib, yoshlik davrini, balliq davrini, yoshlik davrini o'tkazib, keyin o'rta yosh yashangan bo'lib, shunga o'xshash bu yilmi xuddi tabiatmi shu shaklda oldi bilan boshlanadi, yangi yil bilan tabiat yashiradi. Asta ondan keyin yoz keladi, ondan keyin kuz keldi, qish keldi, shuning bilan bu yil oxirlashgan bo'ldi. Demak, bu yangi yilning boshlang'ichi bo'lgan Nuruz bayramini o'tkazish bizning an'anaviy merosimiz, ya'ni ajdodlarimizdan qolgan bir meros. Endi bu kunni sizlardek yoshlar bo'libmi, chet ellarda yashayotgan yoshlarimizning bu kunni tabriklaymiz, bu kunni bayram qilamiz deyishinglar bu haqiqatan bizni xursand qiladi. Chunki bizning bu bayramlarimiz tadrijiy holda Xitoy hokimiyatining madaniyat qirg'inchiligi sababidan bizning milliy bayramlarimiz, milliy an'analarimiz yo'qotishga, unutildirishga to'g'ri kelib qolyotidi. Xitoy shu maqsadda bizning Uyg'urlarning o'zimizni qanday qilganda yo'qotqili bo'ldi, oldi bilan madaniyatini, tilini, an'anasini, an'anaviy bayramlarini yo'qotish orqali Xitoy bizni yo'qotmoqchi. Oxirsida mana degandek erkak qirg'inchilik yurgizyotidi. Mushundaq sharoit ostida chet elda turib, mushu o'zimizning milliy bayramlarni unutib qolmasdan, mushu bayramni tabriklaymiz, mushu bayramni qutlaymiz deganinglar haqiqatan biz cho'nglarga umid bag'ishildi. Shuning uchun sizlar yoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman va bu faoliyatni o'rlashtirayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Yoshlar Komiteti ve Dünya Uyghur Qurultayı Uçu Teşviqat Komiteti ve bu şeyge qatnaşkan sizlar yoshlarga qayta rahmetimni bildiraman. Rahmet. Köpten köp rahmet Turg'unjon aka, sizning Nuruz bayramingiz mübarek bo'lsin.
Endi yoshlar bir millatni o'zimizning da'vosi bo'lamdi, o'zimizning kultural merosini qo'g'dash jihati bo'lamdi. Avangard endi biz vatandagi ahvolimiz hammamizga ma'lum. Shuning chet eldagi Uyg'urlar bu jihatda qanchalik avangard rolimizni ado qila olsak, bo'pmi dunyo Uyg'ur qurultiyi dunyodagi Uyg'urlarning birdan-bir eng cho'ng, eng ko'lamlashgan, eng xalqaralashgan bir organi ve bu organның qarmaqidagi yoshlar komitetining endi yoshlarni yig'ib Uyg'ur davosini, Uyg'ur kultural merosini qo'g'dash uchun bu xil organizatsiyalarni ilib berishi albatta intayin muhim deb qarayman. Endi Dunyo qurultiyi yoshlar komitetining mudiri Rizvonay xonim, siz mumkin bo'lsa Dunyo qurultiyi yoshlar komitetining rolini ve Dunyo qurultiyi yoshlar komitetini ozroq tunishtirib bergash, mendan so'zni ilang. Marhamat. Rızvanay sözünü başladıkça bana ruhsat kılınlar. Ben sizler yaşla hatırcam davamlaştırınlar. Konumdaki gaplarını kılıp tatınmayı. Yaxşı söhbet etkizonlar. Ko'p Ben rahmat. çekineyim ise. Rahmet, selamet bulun ise. Allah'a. Rahmat. Turg'unjon afanim. Assalomu alaykum yoshlar, assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Birinchi bo'lib hammanglarning kirgan Navro'zinglar muborak bo'lsin. Navro'z bilan bugun Turg'unjon afanim degandek yangi bahor, yangi yil, yangi umid keldi. Biz Uyg'urlarning yangi yili. Endi bu yoshlar komiteti, sizlar bilsizlar, men bizning Qadimaz burunqi reisimiz Erkin Zunu efendimden bu o'rinni topshirib oldim. Yoshlar komiteti, Dunyo qurultiyining yoshlar komiteti bir muhim bir organ deb o'ylayman, chunki biz jiq yoshlarimizni ilhomlashtiramiz, ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz, o'zimiz bilganlarni. Uningdan boshqa biz qurultoy bilan bizda jiq rahbarlarimiz, akademiklarimiz, jiq narsani ko'y odamlar ular bizga o'zlarining yo'lini ko'rsatadi. Endi yoshlar komiteti kelganda bizning yoshlar komitetini nima qilamiz? Yoshlar komiteti albatta birinchi o'rinda Uyg'ur yoshlarimizni ilhomlashtirish, Uyg'ur yoshlarimizga advokasiya yuritish, ammo albatta Uyg'ur kultur, Uyg'ur tarix va Uyg'urligimizni unutish va uyutish, unutmaslik va ashlarni ko'rsatish. Men bugun sizlarga bir she'r o'qib bermoqchi, Uyg'urcha. Agar ruxsat bersanglar, bu she'r bilan boshlay. Kechiringlar. Keldi Novruz, keldi navbahor, yoshlikqa to'ldi yer jahon. Bahorning iliq shamollarida uchirmoqda laglak bollar. Bahor bilan ilidi jahon, bo'k barqisin bo'ldi ham o'rmon. Mevalarni mangdi chechakka, bog'larmi ham bo'ldi guliston. Tog' daryodan suvlar chaqirab, ilib keldi bahorni chillab. Qish burchakka yotgan nimjonlar, bahor bilan turdi midirlab. İlib keldi Novruz bahorni, xushalliqqa jo'rqib avamni. El avamga berdi asonliq, eritib ham muzluq davonni. Ananimiz bizning bu bayram, qilib kelgan ajdodlar davom. Shotinarkan bilsam hammadan, bu bayramda jafokash dehqon. Yesliti ko'p Novruz bayramning, kütküne hem dehqon akamning. Ünüp chiqsa ko'klab maysisi, shu o'zidir bayram dehqonning. Yetti to'qqiz xilvadan bilan Novruz ishi pishar qozonda, Novruz ishini o'xshatgan bilsak, dehqon ajri har bir taldanda. Uyg'onidu bahor bilan tan, Tichikkan Uyg'ur har bir jon, yangi yil va yangi hayotliq, el uchun, yer uchun bu bayram. Qutlug' bo'lsin hamma avomning, yangi kelgan Novruz bayrami. Novruz bilan bo'lsin berkatlik, ish o'qat va hamid, yanchuq. Muborak bo'lsin bahor va Novruz. Chim elga barding bir yo'ruq. Nazmam bilan tabriklab turay, kelar kelgucha kim bar ham kim yo'q. Barchanglarning Novruz bayraminglar muborak bo'lsin.
Ben nevişki bu şe'rni tanladım. Sanglar diqqan Uyg'ur yeni başlangan. Biz Uyg'urlar albatta hamma tarafdan bağlı ama Uyg'ur vatandagi Uyg'urlarimizning diqqanlarini unutmayli. Ularning qanda jafo tortayotganini, ularning bizning tarixga jiqishlarni jiq qo'shimchasi borlig'ini, ularning ajrini unutmaslik uchun shunashqa bu she'rni Uyg'ur xalqimiz va vatandagi Uyg'ur diqqanlarimizga atadim. Agar endi ruxsat bersa men keyingi so'zni topshirsam, men keyin qilsam bo'ldi. Bizning Qadinas burunqi yoshlar komitetining mudiri, hozirgi ijroiy komitetining muavin raisi Erkin Zonin apandimga so'z bersam. Rahmat Rizvanay. Sağolun, yaxshimi? Hammanglarga Navro'z bayramlar muborak bo'lsin. Aldi bilan rahmat mushu suhbatga meni chaqirganlar uchun. Shundan xush bo'ldim. Men o'ylagandim bu ro'z Ramazonda bu Navro'z kelib qoldi. Bu qanday o'tkazamiz desak, bundaq ma shaklda bo'ldi-ki, shularga shuning uchun sizlarningki mushu ideyaga va mushu qilgan nimalarga shuna rahmat etma. Rahmat. Şu biz endi Rizvonay deb o'tgandagidek men bu yoshlar komitetiningki bosh mudiri bo'lib 2020 va 21 va 24 yillar orasida biz shu Navro'z bayramlarida shunday yaxshi u vaqtlarda endi shu Ramazon bo'lmag'achqa konsertlarni, nimalarni o'tkazatdik. Ama ma şekildemi shu ro'z Ramazonda bo'lgan uchun juda xush bo'ldim. Shunga ma she'r o'qidingiz. Mening bir sizlarga bir savolim bor. Azroq bo'lsin, kichik bir she'r o'qib beray. Keldi Navro'z, kuldi g'uncha, ko'ngil yayradi. Gül ishqida handan urib bulbul sayradi. Shunga bu Navro'z degan hakikaten bizningki Uyg'urlarningki anandan kelayotgan milliy bayramimiz va har qatam biz xush bo'lamiz chunki atyozda hamma narsa degandek gullandi va yangidan hayot va bu qishdan chiqqandan keyin shunda hammamiz xush bo'lamiz va issiq bo'ldi havolar degandek. Shu hammanglarga yana bir qatam Navro'z bayramlar bilan muborak deyman. Kelayotgan ro'z Ramazonlar muborak bo'lsin, tutgan ro'zalar va qilgan ibodatlarni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Rahmat sizlarga. Men azroq chiqib ketsam bo'lamda, chunki mening ishim bor. Qolgan sizlarniki dialogni davom qilsanglar. Rahmat. Ko'p rahmat Erkin efendim. Qatnashib siz qilib berganligingiz uchun. Endi sizni iftixorga beramdiq. İftixora azroq so'z qilib bersin. Navro'z bayramlik bizga. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar va hurmatli ko'rmanlar. Hammanglarga kamini iftixordan Navro'zlik o'tliq salom. Endi yuqorida raisimiz Turg'unjon Aloviddin apandim Navro'z bayramini qisqacha tushuntirib o'tgan bo'ldi. Bu yerda Rizvonay Ilhom xonim va Erkin Zonin apandilarmi o'zlariningki ko'ngillarini izhor qilgan shaklda qo'shiq va she'rlarni o'qigan bo'ldi. Endi men bu yerda Navro'z bayramini qisqacha bir tushuntirib o'tgach, bu bayramningki hammanglarning xabari bo'lgandek hozirning o'zida vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoyning birinchi qilayotgan narsa bizning kimligimizni yo'qotish va kimligimizningki eng yorqin bir namoyandasi bo'lgan madaniyatimizni yo'q qilish orqali bizni tamoman aslimasiya qilish harakatiga olib o'tib bo'lug'liq. Ammo biz bo'lsak, mayli vatandagi Uyg'urlarimiz bo'lsin, muhojirat Uyg'urlarimiz bo'lsin, o'zimizning madaniyatini, jumladan kimligimizni qo'g'dab qilish uchun qo'limizdan kelishicha tirishib kelyapmiz. Mushundaq bir tirishchanliklar ko'rsatib kelayotgan vaqtlarda nurg'unlagan qarindoshlarimizningki har yili Navro'z bayrami kirgan vaqtlarda kallasida ba'zilarnikida savol bo'ldi. Ya'ni Navro'z bayrami Paris so'zgantoq. Acaba biz bu bayramni Parislardan alganmı? Ötküzüş şeklimiz Parislarnikidan
ötküzgen şu dini ritüelni asas qilgan şekilde ötküze bolğuymutluq degandek suallar payda bolğaçqa bununğa her xil her yansı köz qaraşlar bulup Noruz bayramını bezelle ötküzeyli, bezelle ötküzmeyli deydigan şekillerdimi türlük münazire ve muzakirlergimi sebepçi buldu. Şu haqda men bunu endi özemmi muşu haqda bir qısqacha sizler bilan o'rtoqlashib o'tgim keldi. Endi Noruz bayramı, Noruz degan so'zningki o'zininki ma'nisi Farschadan kirgan Nevruz degan so'zdan. Bu keyin Uyg'urcha kirgan chaqda umumlashib, Uyg'urchilashib Noruz degan so'zga o'zgarib qilgan. Endi buni Türkiye milletleri ve Parisi milletlermi naiti çoğun şekilde ötküzüldü baharınınki kilişi, yeni yılının kilişi de çünkü gün bilen tün tanışıdığan gay yerlerde 3. ayının 20'si ötküzdü. Biz Uygurlar bolsa 3. ayının 21. günü Noruz bayramı dep naiti debdebilik şekilde ötküzümüz. Parislarınki ötküzüş şekli olsa bekerek zerdüştlikten kelgen şekilde otku çokunduğan, otnu uluglaydıgan şekilde bekere ilip verildi. Biz Uygurlarınki ötküzü şeklimiz olsa Türkiye halklarınki bizninki turvatkan coğrafiyalik ornumuz naiti qattiq soğaq bulduğan, jut bulduğan bir orun. Burunqi ata-bobolarimizning tuğan ötüken tarafdagi bardigan bolsaq, u yerda qattiq soğaq bulduğan, mal varallar qattiq talan bulduğan, soğaqda üldiğan naiti bir qattiq bir soğaqlan beşimizde ötküzdük. Elbette bu soğaqның tügüşünü biz ecdatlarımız baharның kilişi dep durup bunu naiti qattiq təbrikligen, naiti debdebilik təbrikligen. Bu yerde bolsa burunqi vaqtlarda oğlaq tatışış, keşlige gülxan yıqıp etrafıda qoşaq to'lish deymiz. Onun etrafıdan her xil her yalnız faaliyetlerini ötküzüş deymiz. Bularning hammasi şu mal varanlarga ziyan yetkizgen, hatta mal varanlarga emas, nurg'ulg'an insonlarni qirilib ketdigan, tugab ketdigan ahvollar bo'ladi. Shularni tabriklaydigan bir bayram şekilde ötküzüp kelgan. Buningki eng yorqin misol bo'lsa, bizningki Uyg'ur ismli atalgan imperatorluğumuz bo'lgan Uyg'ur davlatiningki munqariz bo'lish tariximi naq mushunga berilib taqildi. Uyg'ur davlatiningki ayni vaqtda biz hammaylar bilamizki Qirg'izlar munqariz qilayotgan Qirg'izlarningki istilosi bilan deb deymiz. Uningga Qirg'izlarningki shu vaqtdagi Qirg'iz qabilalarininki Uyg'ur davlatiga kuch yetkidek holat kelishiningki eng asosli sabab bo'lsa shu qattiq sovuq, qattiq qishdir. Nurg'ulg'an atlarımız talan olib ketgan, nurg'ulg'an odamlar qirilib ketgan shu so'qaqda, shuning bilan u bir davlatningki munqariz bo'lishigacha opirdigan shaklda bo'lgandan keyin ojizlashib ketgan davlatga Qirg'izlar hujum qilib turib munqariz qila olgan. Ya'ni demoqchi o'g'lim qarindoshlar, mushundaq bir qattiq so'qaq bo'lgan yerda baharning kelishini qutlashimiz, tabriklashimiz biz uchun qanchalik muhim bo'lganligini bu yerdan ko'ra olamiz. Endi O'rta Sharqdagi davlatlarda, Arab davlatlarida bo'lsin, Navruz degan so'zni bularning bilishi Farislar orqali bilgan. Farislarningki zardushliqqa diniy bayram shaklida o'tkazishiga qarab turib, shu shakl qilgan. U O'rta Sharqda hammalarning xabari bo'lgandek, u yerda qish bo'lmaydi. Qish bo'lsa-mu, mal varanlarni talan qilgidek, ularni so'qaqdan o'ltagidek darajada so'qaq bo'lmaydi, uncha qish bo'lmaydi. Men shaxsan o'zim nurg'un yil O'rta Sharqda, Misrda va Saudiya Arabistonda turish tarixim deb kelsa, u yerda hatto darsliklarda, imtihonlarda o'z ko'zim bilan ko'rganda qishda qor yog'di desimi, bu bergan javobim xato, chunki qishda yomg'ir yog'di degan shaklda mushundaq aytib berilgan. Shunga u davlatlardagi No'ro'z ufqum bilan bizning Uyg'urlardagi No'ro'z ufqumi tamoman ikki narsa. Şu qarindoshlarımızning har qatim No'ro'z bayrami kelgan vaqtda mushu nuqtalar sababli nurg'ulg'an datalashlar yo'l ichib qoldigan nimalarni nurg'un ko'gashga shu yoshlarimizni va ko'rmanlarimizni mushu tarixiy arx ko'rinishni yo'ritib berish orqali bu biz Uyg'urlar No'ro'z bayramini bir diniy bayram sifatida emas, an'anaviy baharning kirganligi, kun bilan tunning tanglashganligi deb turib o'tkazganligimizni, buni tamoman bir yangi yilni kutib olish, ya'ni bir baharning kirganligini navbaharning boshlanganligini tabriklash uchun qildiganligimizni bu yerdan bilib olib bo'ldi. Endi o'xshash vaqtda No'rozlarda biz
uylarimizni pokis tozalab, o'zaro o'ttirsa g'umba, xoplashib qolgan, urushib qolgan odamlar o'sha Navro'z bayramida yarışadigan va Navro'z bayramida shu bahor faslida chiqadigan barliq oshliqlarni yig'ib turib bug'doy deymiz, arpa deymiz degandek, purchoq deymiz, mushlarni hammasi yig'ib turib, shularni yig'ib etgan ishimizni hatto Navro'z ishi deb turib atab, o'zaro nihoyatda ko'ngilli shaklda buni bir cho'ng bir bayram shaklida o'tkazib kelgan edik. Bundan keyin muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimiz, bo'libmi biz yoshlar bu an'anamizni, bu milliy urf-odatimizni ajdodlarimizningki bu biz uchun bir tabarruk, bir bebaho bir boyliq sifatida ko'rib, buni uzluksiz davomlashtirib kelishimizni, Xitoyningki madaniyatimizni yo'q qilamiz deb turib ishlatayotgan mushu mengayotgan, tutayotgan yo'liga, ya'ni depiga usul o'ynab bermaslik uchun o'zimizning madaniyatimizni, o'zimizning urf-odatimizni o'zimizdan boshqa hech qanday millatning qo'g'dab bermaydiganligini deb o'tkim keldi. Hammanglarga rahmat. Rızvan Ay, siz davamlaştırıp mısınız? Birinchidan iftixor apandim, rahmat. Sizlarga yana jiq narsalarni eslatdi. Mening kichik vaqtimda, masalan, men vatanda yatashganda biz siz degandek Navro'z kelsa bir boshqacha bir xushalliqdi. Xuddi miyada odamlar Christmasga, yangi yil xushalliq ketadi-ku biz ashta. Chunki Navro'zda yangi kiyim kiyatdik, yangi narsalar bo'ldi, payzi tomoqlar, bahor. Bo'lib masalan O'zbekiston ya vatandagi yerlarda yashaganlarda yoki sen O'rta Osiyoda butun miyada bekmemezdi Yevropa devletlerinde biz sonra güller çiçekler gittiği bizler gilaslar, ürükler, ballar diye ben küçük vaktimde isimden şu dereklerge yağmışıp neslerini ürüklerini hor vakti üzüpçü ya ki altılarının nimda peyzi vakti yaşlar ha. Ki taşıken yani bir nespa Uygurca mesela ben okumayım desek buldu sümelek kıldı. Sümelek diye Uygurcadan bağı da emetken gepleştik o mesela inşaatı diye yeni ösken baharda ot ne? Üzüp, yani bir narsalarni qilib, butun mayli yig'ilib, yo'g'on qozonda qo'shiqni selib, yig'idi. Unda o'ylasa, masalan, bu yoshlar komiteti men hozir shunda xo'shal yozdim, shu yig'ilsak, shu urf-odatlarimizni yana qayta tushuntirib, o'zimizning bolalarga o'rgatib, ashuni davomlashsak qilsak. Chunki iftixor degandek Navro'zni biz jiqlar degandek Parsidan oldikmi yo boshqa narsalar deydi-ku, lekin biz Uyg'urning qilgan urf-odatlari, qiliqlari, usullari ajoyib bir go'zal deb o'ylayman. Uni yo'qotmaslik u bizning vazifamiz, biz yoshlarning. Biz uni bilmasak, bizning bolalarimizga o'rgatamaymiz-da. Biz hozir chala olsak. Shuning uchun men yig'ilganda chuqur hammamiz shu Navro'z bulamdi, Mashrab bulamdi, Yet bayramlari, boshqa narsa asharik urf-odatlarni unutmaylik. Uytayli billa qilayli. Hozir eslab shunday ichimga bir xil shu bahorning guldek yuragim ichilib ketdi hozir gaplarni anglab, bu she'rlarni anglab bog'u bir xil. Qani inshaalloh balkim kelaki Navro'zlarni billa yig'ilib, balkim billa qila olamiz shu naqshlarni aytib, belbog'ni bog'lab, hammamiz do'ppidan birini kiyib degandekchi. Bo'pti, men gapni keyin davom qilay. Hozirgi keyingi so'zni bizning Uyg'ur Yuz initiativining a'zosi ham yoshlar komitetining a'zosi shunday chiqishgan yosh singlimiz Esma Mamtiminga bersam, Esma Mamtimin bir she'r tayyorlabdi so'g'atish uchun. Shuning uchun Esma Mamtimin marhamat. Rahmat. Mahliya boshlamdi. To'xtanglar, men sizlarga deb beray. Esma Mamtimin bilan Mahliya bir she'rni tanlagan, bir araqdiki, hozir o'qimayman, Mahliya yo'lda emas. Bu Mahliya do'stimiz Kanadadan chiqyapti. Esma Germaniyadan, biz hozir dunyoning hamma yeridan biz uchun qo'yapmiz. Mahliya, siz hozir ayta olamsiz, qulay kelamdi yoki helimi? Bunu siz aytavering Esma. Bo'ldi. Keyin Mahliya to'g'ri kelsa o'zining partini esib bo'ldi. Okay, men hozir aytsam bo'ladi. Pechat. Amsa sizlar qanday qilsizlar? Bash oqida
Özlerle bilsizler go, he? Devam edin, unda olsa. Tamam. Unda olsa Mahliya Çetinkaya Kanadadan. O bizning o Yaşlar Komitetining a'zosi ve bugün o kız yani Kanadadan bir Uyg'ur bus boshqardi, to'g'rimi? Navro'z uchun. Uni Noruz keyinchi Mahliya tushuntirib berdi. bizning maktabda bo'lgan yangi chiqqan bir kültür fəaliyyətində birinci qitim bizning universitetin birinci qitim tarixdə Uyğurlarning bir Joziyada başladı Uyğurlarni tanıtımız inşallah. Ha, masalan Uyg'ur narsalarni tizamsizlar, kiyimlar bormi, ya Navro'zning nimasi bor, nima qilsizlar, qanday tunishtirsizlar? Bunun da atlasımız var. Dopunu aldım inşallah biraz keş kalıp biraz takılıp gitti. Ama şu bizim Uygurlarını taktığımız bağlı bir oyun aldım. Onda bir çöglütüp hazır TikTok, Instagram'da sosyal medyada bek danlıq boğan çöglütüp sual cevap verilen aşını oyun edip insanlardan sorayım. Uygurlar kim o, ne bilirler, otur Asiyalıklarını ne bilirler, Noruz ne o, Uygurlar Noruz'unu Noruz Uygurlaştırma ait mi? Aşna sorularını oynap, yaş o üniversite ballar bilen aşna qılıp Uygurlarını tanıtış məqsədimiz inşallah. Hem ekşik bir kağızını taqtıb Uygurlar Genocide 101 dep bir isim qoyap, Uygur Genocide'nin en basit explanation buldu, tercüman buldu. Uygurlar kim o, nim bulatıdı, hem qandaq ilsizlər yardım qılalaysa bir kağız taqtımız inşallah. Əcrinizga rahmat. Resmi esil anglanyotidi. Balkim bu ideyani bizmi boshqa yerlarga ko'chiraylik. Ko'p qilib qilsak bo'ladigan o'xshaydi. Tamam, unda hozir men jiqqa ketdim. Esma, Mahliya, sizlarga qaytadan beray. Men başlasam buldu. Bugün mening aytib bilgan şiirim Uyg'urcha bakma yaxshi emas, ammo sinab boqamiz. Noruz kuyi Abdullah Tursun yozilgan. Keldi Noruz, keldi köklem köngül yarileri. Noruzumның şadlıqıdın bulbul sayrıdı. Keldi Noruz, keldi ayam atlar taylıdı. Xandandın urup böz toğraymu nakşa başladı. Zıbarlaşdı təbiyyətnin üz məlikisi. Qızıdı zəb bu Noruzның kuy mərikisi. Qız yiğitlər qılar cüb-cüb bahar seylisi. Keldi Noruz, keldi ayam atlar tayıldı. Oyğunup süt uykusudun canavarlar. Noruz bilen küldü qah-qah tamami canlar. Talçık beni at itişip oynar ballar. Keldi Noruz, keldi köklem dilar yayrıdı. Biz sürütüp kökbediler tüge tügüştük. Uruq tuqqan cem buluşup bile yiyiştik. Yeni yılda yeni nişanı ehde tüzüştük. Keldi Noruz, keldi ayım, köngül yayrıdı. Erip qarmuz süzük sular tarımğa keldi. Qut Noruzda tunuşqan yar yadımğa keldi. Visalimiz üçün quşlar nağra saz çaldı. Keldi Noruz, keldi ayım bulbul sayrıdı. Dehqan bovam xoşal şünçe şaldıqı hay hay. Qızıp ketdi meşrep toylar uquşup laylay. Xoşallıqqa çömdü barça, küldü şat ay hay. Keldi Noruz, küldü avam meşrep ayrıdı. Qizlar esil ko'p rahmat. Esil she'rlar. Bir xil burun uzoq bo'libdi-ekan men o'zim o'yliqi. Unda she'r bir narsalarni uyg'urcha anglamay, burun vatan chiqolmaydi. Bir xil bo'lib ketdim sizlarga o'xshashdi. Rahmat vaqtinglar uchun, biz uchun she'r tayyorlig'inglar uchun, bu go'zal sovg'at uchun. Bir xil Navro'zdek bo'lyotdi. Agar ruxsat bersanglar, keyingi she'rni bizning komitetning yangi a'zosi Subhinur Ömerjonga bersam, u qizmi bizning singlimiz go'zal bir she'r tayyorlabdi o'zi. Marhamat. Assalamu alaykum hammanglarga. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Bugun bu fəaliyyət qatnaşqanımda nəhayət xoşal boldum. Muş chet eldagi bo'libmi biz yoshlarning mushundaq bizningki milliy bayramimizni davomlashtirishimiz, mushunchalik bo'lsa bir fəaliyyət qilishimiz nəhayət yaxshi bir go'zal bo'ldi deb o'ylayman. Shunga men mushu
Türkiye'deki Yaşak Vakaleten deyemdi. Türkiye'den katlaşıvatman. Bizdeki Uygur edebiyatımızda dehqon balası, dehqon şair deb atalgan Rozi Said'ning No'ruz namisidan qisqa bir nima o'qib beray deb o'yladim. Bo'lg'achqi No'ruz, navbahor, ko'klam beshi, yilning beshi. Yilning beshida boshqacha o'rkashlidi dilning xushi. Ko'zdagi oq oltinda tog' so'qmoqni ko'zlab har kishi. Chiqdi etizg'a, yaltiraqlashdi etizning qirbeshi. Bor hammaning o'z ko'nglida bu yilg'i mos o'ylashqini. Şoňlaşqy No'ruz mehmini her öyde, her bir kentide. Her kim bölekçi aldiraş, pikri husulunun pentide. Vaysay demeydi çoğun kiçik kaldımgı dep işpentide. Çünkü bu yıl içmekçi çay el yurt ecrinin kentide. Tapmaydı oňluk asla el ecri bilen oynaşqını. Bek uzun şirkendik, ben bu şinçlik okup biray, hemmeňlarga rahmet. Köpten köp rahmet. Avazınız bek yaxşı kebek tez okup berdiniz. Rahmet. Resmi şunda çıraylık okudunuz. Köp rahmet. Çıraylık avaz. Sizlergim rahmet. Bizde neçe adam batıq şiirlarını okuyduğan, bizde tehiyesler üçün muzikалық numurnumu tayarlap koyduk. Onu asta-asta qısaq buldu. Çünkü asta-asta özümüz muşu çetelgimi Navruz'da ekilimiz. Haqiqi bizning Uygurluq sanatlarimizni, örf-adetlerimizni asta-asta ekirmiz sevir bilen. Onun işini. Bo'lmasa keyingi gapni, keyingi videon İhsanbek. Videonu koyayımdık. Video tayyorlanganini qo'yib beramdiq ya qanday qilamiz keyingi numurga? Sizdan. Buludu aval bizim hem dünyanın hem her qaysi joylardagi Uyg'ur yoshlar qatnashganligimiz uchun hammamizni vaqt munosabati bilan hammasini o'xshash vaqtda naq maydonda program qatnashtirish toza imkoniyat yer berdi. Shunga ba'zi a'zolarimiz videoluk bizga qatnashdi. Oldin avval tayyorlagan videoni avatishlar qilib. Mumkin bo'lsa bizning rejissor shu videolarni bir ko'z oldimizga kelib bergan bo'lsa, videolardan keyin biz qolgan naq maydondagi faoliyatimizni qayta davomlashtirsak bo'ldi.
Noruzuңuz mübarek bolsun. Ay nima degan Feyzi. Esil. Bu bala bizning Yoshlar komitetining a'zosi Arslan Gayit bo'ldi. Qozog'istondan. Bek usta, inshaalloh bu qitim yoshlar yig'iniga kelgandimi, o'zining talanti bilan, duta tambur san'atlari bilan bizni yana davomli xush qildi. Ishqilib talantli bola bek chiqqu bu komitetda men bek faxrlanaman shuningdan. Endi agar xafa bo'lmasanglar, keyingi gapni men bizning keyingi yosh a'zolarimiz Abdusattorga bersam, Abdusattormi bir nomer tayyorlabdi ekan. Marhamat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi yoshlar qanday ahvolinglar, yosh tudinglarmi? Hammanglarning Nuruz bayrami muborak bo'lsin. Endi mushu hammanglarning vaqt chiqarib, mushtaq bir Dünya Qurultayı Yoshlar Komitetining bida keyin ma dialoginingki birlikda o'rlashtirgan mushtaq tor dasturxoniga daxil bo'lib o'tganinglarni nayt suyundim, xush bo'ldim. Shuning uchun men masli bir tal she'r tayyorlab kelgan qarasam hammanglar asosan she'r tayyorlab kelibsizlar. Shuning bilan buni jiddiy o'zgartirish qilib nimeniki o'zingizlash bo'lsa o'qisdiki degan kitobdiki bir abzasni o'qib bermoqchiman. Başlap kessem. Marhamat. Türlük medeniyet gerelişip ketiyotgan dünyada sen özünün milli ruh ve kimlik kültürünü puxta qurup chiqanmasang, bir ijtimoiy maxluq bo'lish shartini hazırlayanmagan bo'lsan. Ondaqda ahvol sende inovat bo'lmaydi. Mayli sen kadr bol, texnik bol, doktor bol yoki injener bol, tanarkatchi yoki harbiy bol, nashriyatchi va o'qituvchi bol, tarixchi yoki savdogar bol, san'atchi yoki hunarvan bol, Orxun Abid Taşlarını bilmesang, Oğuzname ve Türk Dillar Divanını o'qib baxmagan bo'lsang, Yusuf Xas Hacib ve Alisher Navoiyni tushunmasang, Nozugumdagi haya ve iffetdan qoyil bo'lmasang, Abduxoliq Uyg'ur, Abdurahim O'tkir, Zordun Sabirlarning asarlarining tegiga yetanmasang, o'z yurtining taqdariyalari haqida rivoyatlarni anglamagan bo'lsang, Sadir Palvonning naqshlariga agishib to'ldizyammasang, Tarim ve İli Daryo vodisiga berib baxmagan bo'lsang, Yetgahni ko'migan bo'lsang, Tapının Teklimakamning qumida ko'migan bo'lsa, 12 muqamni anglab mo'nglanmasang, ming o'yini ko'rib o'ylanmasang, xalq naqshlaridan bag'ring erimisa, mashrabga qatnashib iching pushsa, do'g'abqa non tugurib yeb baxmagan bo'lsang, ata onang va bolalaring oldida o'zingni qarzdor his qilmasang, xalqingning hayotidagi tuyg'u va tajribalarni beshingdan o'tkazmagan bo'lsang, o'zingning uyg'urligidan gumon qilsang bo'ladi. Endi buningda mushumi bir mashrab deb o'ylaymiz. Endi buning ichida deganim endi nimaga deymiz? Teklimakamga berib baxmagan bo'lsang yoki ili daryolarga berib cho'milib baxmagan bo'lsang degandek abzaslar bor. Ammo bu yak berib baxmagan bo'lsaqmi, qalbimiz har zaman vatanda mushtaq mushu Nuruz bayramini qutlayotgandek bir hissiyat bo'lganligi uchun hammamizda bir uyg'urlik ruhi jonlanib turibdi deb o'ylayman. Mening so'zim mushagicha. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Yana bir Nuruz bayramini inshaalloh vatanimizda o'tkazganlar nasib qilsin. Rahmat. Ko'p rahmat Abdusattor. Ajoyib bir xil kuchlik, jonliq bir she'r oldi, boshqacha. Unutqolmaydigan ko'p rahmat ish qilib. Unutmaymiz buni vaqt chiqarib, bugun Navro'zning aldirash vaqtida chiqqaningiz uchun rahmat. Chunki qadrli qardoshlar, chunki jiq yoshlarimiz bugun Navro'z bo'lgandan keyin ularning boshqa programmalarini bardanglar bizniki. Bular shuning bilan hamma yerga aktiv qatnashyotdi. Shuning uchun yana bir bor rahmat Abdusattor va hammanglarga. Okay. Bizda yana bir necha nomerlar bor. Undan keyin eng oxirida yana bir musiqalik nomer tayyorlagan. U vakilimiz mo chiqdi asta. Degandek shu vaqtda har xil bo'lib qoldi dunyoning hamma yeridan, Yevropaning hamma yeridan. Endi keyingi so'z qilish fursatini biz Elshad Eminovga beraylik. Qozog'istondan Yoshlar komitetining muavin raisi u, xatlashmasam. Sen ovozingni ayt. Alisher muavin raisi, Elshad bizning Fadinas vakil.
İlşat İminov çıkışladı baş kılıp. Merhamet İlşat, siz Assalomu alaykum. Novruz mehrimiga muborak bo'lsin. So'z berganiga rahmat. Endi men mush Qozog'iston, O'rta Osiyada Novruz mehrim qanday to'ylandi, shuni qisqa yetib ketsam. Bugun bo'lsa 21 martdan boshlab 25 martgacha asli butkul mushu mart oyida kunlarga bo'lingan. Her bir kunninki o'zininki qanday aytsa bo'ldi. Bu Qozog'istonda boshqa davlatlar O'rta Osiyo bilan biroq vadim cho'ng to'ylaydi. Bizda bu kunlar bo'lingan. Bir kuni salom kuni deydi, bir kuni rahmat aytadigan kuni deydi. Va bugun 21 mart bular Qozog'istonda dam olish berib 5 kunga 5 kun ichida Navruz o'zini haqiqiy Navruz bayramini to'ylayotdi. Bu Qozog'istonda jiq millatlar bo'lgandan ham turk millatlar jiq bo'lgandan butkul hamma millat vakillari bosh qo'shib o'z nomerlarini tayyorlab Olmucherda bo'pmi 5-6 rayon bor. Har bir rayonning hokimiyati sahna qurib, artistlarni chaqirib, uni orasida Uyg'ur artistlarni jiq nurg'un nomerlarni ko'rsatib, Uyg'urninki kigiz uylarini tikib, ashadma Uyg'urlarni tanishtirib, har bir millat o'zining millatini tanishtirib o'tadi. Shunday milliy o'yinlar bo'ldi u yerda. Burun kelayotgan o'shuq, to'qqiz qumaloq deydi qozoqcha o'yinlar bor, shaxmatga o'xshash turli o'yinlarni o'tkazildi. Arqon tortish degan bor, ya'ni qo'yni dumsiga otib mashq qiladigan, bizda burun vatanda botdi-yu chelishish debdi, chelish. Biroq bu Qozog'istonda qozoq kuresi bor, ashaqlarni o'sha faoliyatlarni o'tkazdi. Bu bir kunlik bir faoliyat emas. To'ylash 5 kun bo'ldi, biroq da hukumat tarafidan 21 ya 22 martda cho'ng qilindi. Uningga bizningki hukumat boshliqlari ham qatnashgani uchun butkul Qozog'istonda shunday Navruz bayramining da purg'i sezimi jiqda ko'proq bilindi boshqa davlatlarga qaraganda. Chunki bugun davlat boshlig'i poytaxtimiz Ostonada cho'ng murosim o'tkazib, faoliyat o'tkazib qatnashdi. Shunday butkul millat xalq damaganki o'ris bo'lsin yo boshqa ukrainlik bo'lsin, hammasi shunday yaxshi qarshi oldi bayramni, shunday to'ylaydi. Shunday bu yerda hamma yerda mushu 5 kun ichida mushu odam yig'ilgan yerda hamma yerda bizningki Uyg'urlarga o'xshash Navruz qo'ji deydi qozoqcha, ash taqtildi. Bekaga ham har bir kigiz uyini oldida Uyg'urlarda polu bo'lsin, boshqa millatlar, boshqa taomlar bo'lsin, qozoqlar besh barmoq bo'lsin, hamma ustay rasvoq haqsiz taqtildi. Navruz qo'jimi ko'ch-ko'chlarda haqsiz taqtildi. Shunda cho'ng bildi bu bayramni. Hamda bijo ro'za vaqti kelib qoldi. Shunda bo'lsa bugun bizning maydonlarda yomon nurg'un odam qarshi oldi bu bayramni. Shunda adam xushal bo'lgandekda. Ham yer yurib Uyg'ur milliy kiyimlarini ko'rib, Uyg'ur milliy usullarni, naqshlarni anglab, bizningki cho'ng cho'lponlarimiz, dervishlar bo'lsin, boshqa sozandalar hammasi chiqib naqsh aytgandiki, bir vatanda yurgandek bir o'zimizni his qilamizki, bugun cho'nglarimiz hammamiz do'ppini kiyib chiqdik maydonlarga, har kim o'z rayonda, o'ziniki jutida ham to'ylab o'tdi. O'sha bir chiroyli Navruz degan bir chiroyli bir bahor kelgan bir bayram. Ham biz bugun shunday yaxshi bu yerda to'ylaymiz. Har kim har o'z davlatining chiqsa birlikda o'tirib, har qaysi nomer tayyorlabdi, she'r tayyorlabdi. Yangroq Qozog'istonlik
Tembirdim şunda çaylık sazvan yetip sazvan çelip berdi. Hem de Allah nasip kılsa biz online emas offline buşlaq bir Navruz'ni ötketsek inşallah. Şu roz Ramazan vada çıkarak dugat boyu bu. Hazır 10 gün ahirki Ramazan'ın 10 günde keşke namaz ağak durup vatanımız için, milletimiz için dugaman kılıp o'sha vatanimizda jilg'anni Allah nasip qilsin. Söz berginiga rahmat. İlşat köptün köp rahmet bizge Qazaqstanda ötküzüldüğün Novruzlar doğruluq nemi belginin üçün, fikir belginin üçün. Bek yaxşı boldu. Mümkün bolsa, muş İlşatman bizge evet bergen videolar batdı. Aval av videodaki videoluk qatnaşqan ballarının videolarını bir bizden rejissör hazır koyup berse şularını bir körüp etip anadikin sözlü men Rızvan'a berey. Anadikin ya naxşı programlarga öteyli. Texnik mesele görülüp durdu. Amal yok. Bu videoni Alişer efendim evetdi değil mi? Ha, pardon. Bugün eğer düşürey degendim balla bilen bulmay kaldı. Yaman varançırın bu kette eşit milli kimlen ki bağantık Novruzga. Kigizüyünü alıp düşürey desem bulmay kaldı. Nimda yaxshi bo'ldi. Bizning qadrlik boshqalarni ko'rsa. Ma Okey. videolarda sel texnik jihatdan bir mesele var bizning rejissor bir qayta bir kontrol qilib qo'ygan bo'lsangiz. Parlagan Novruz. Başımlar sen bilen yangi bir hayat. Oğunup uykudan yer cihan Novruz. Novruz bayramlarga mübarek bolsun. Novruzingizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Mening ismim Kavsar Kurash. Men sizlarga bir o'zim yozgan she'r o'qib bermoqchi. Umid. Tatliq yo'qab, ochiq qoldi. Yurak og'rib, yoshlar oqdi. Qushlar ketib, yomg'ir yog'di, ammo yana quyosh botdi. Chavoq chilib, dushman qopdi. Yat yurtda do'stlar yotdi. Yasin to'lab, yolg'iz mondi, ammo yana quyosh botdi. Jafo tortib, yildan yilga, g'alaba qildik, alhamdulillah. So'zimizni unutilmasak, umid bordir bizning tilda. Rahmat. Novruz bayramingizga muborak bo'lsin. Bu bizning videoni tatqanlar şu birincisi İhsan efendim degandek birincisi Qozog'istondagi bolalar bizni tabriklab evatdi. İkinci videodagisi Amina Tursun Germaniyadagi Yoshlar komitetining a'zosi ham vakil ham u Esma Mamtimin bilan birga Uyghur Youth Initiative'ning a'zosi. Ular yoshlar uchun jiq videolarni qilgan, sizlar chuqumini to'rda bir yerlarda ko'rgan. Üçüncü videonu qilgan bizning Norvegiyadagi fuqamiz Kamran bo'ldi. U mo'yin a'zo va kelajakda jiqishlarni qilsa ko'rmas Xudoy bo'lsa. Endi agar ruxsat bersanglar biz ajoyib bir musiqa biz deb qo'yaymi bu vaqtashni o'zimga elib talantli artistimiz bizning yoshlar komitetining a'zosi qurultoyining vakili va Uyg'ur kultur va madaniyat komitetining mudiri Mo'minjon Rahmonga bersam o'zinglar bilsa Mo'minjon Rahmon nechiliqi Uyg'urcha eventlarda müzik çilib, özünün talantı bilen bizni hoş qilib, Uyg'urligimizga yaqin keltirib akavatidi. Bizga bugun vaqti chiqarish uchun shunda faxrlanaman. Ko'p rahmat. Agar ruxsat bersanglar, sizlarga ruxsat. Keyingi so'z. Assalomu alaykum. Ovozim kelyaptimi? Kelyapti. Hay, undaq yaxshi sizlarni ko'rish bir yerda. Bir xil Novruz faoliyatini mundaqliqqa
Sehlilerle çıkmasında özara oturup ötkizek bulduk ya, pes çıkırken. Sizler kadar gitip vardı. Başkurucular. Oradan kolumuzdan gelgeniçe tirişiyotimiz. Bazı texnik meseleler görüyoruz mu? El kılışık tirişip gidip varmız degendek. Yani şu rahat bolgan yaxşı bäbir özara ötküzüpdük bir ýerde başga dişini köräwatganlardan bekerek özümüz nuruz gypdyk bu bir yaxşı paýda dupdum. Ben ýolda işlep kaldım ama şoň ýolda görüp geldim, men bu şeýerlerini aňladym, geplerini aňladym. Enkiz at tämir jagan agynymyz şundaq peýes çapdy, tutany kim jaganda onuň? Kelajakda bile çalsın. Şunday yaxşı çapdy köstegmisin. Şeýer okugan saňalarymyz, enlerimiz. Hemen ağzı sağlık. Çetelde çoğun bulup ügünüp yerini okuş oňa gep emes, biz özümüz Uygurça men bolan bilen men şundak ele kaýyl bolyman. Toğra. Durus. Bu bolunun aşını okup çıkmak çoğun gep. Andy men demiş kıp reislerge. Siz bizni senet numaradan uzaklandırıp. Hammalarning Nuruzuk mübarek olsun. Bek ciddi, seriös oturup ketmemişdak. Nuruz degen iftiharmydy diye şunda yaxşı bir mübarekleşimiz, tantana kılışımız, erkimi degendek, şu hammalarning gepi degendek. Nuruz bizning bir milli hem jillik demdik, qandaq deymiz bir eng çoğun bayramımız bence. Hem de dini bayramımızın işkisi bu. Özümüzün milli bayramı. Tebrikleýli. Qandaq hoş bolsak şundaq tebrikleýli. Qandaq hoş kıla alsak şundaq tebrikleýli. Unutup kalmaslık en mühim näse özümüzün Uygurlygyny. Uygurlygyny unutup kalmaslık üçün geplerini kılıç toğra. Ama hareket bek mühim. Bizning Uygurlygymyzga has fakat alaýdyklarymyz bar bir kançalan. Kolumuzda sanalaydigan ama nahaýaty çoň özümizge has alaýdyklar. Bularny en awal dikkat bersek, onundan keyin bolsa ügensek, onunla işip gitersek, ügetsek, ondan yaxşı bolmaýdy. Biz şu çet elde yaşap, vatandan tupraqynyň halyga, dağdyga ýetip atgan wagtyda bundan başga iş galaýmyz. Awaz çıkadymda. Da onuş bakaýa. Kançadan bazı Biz jıhlarni çık kessin dep, texnik toğry kessin dep streamde körüp atydy. Çıkırıp atydy. Aslında nakşylaryny, tükelerini özümüz otomatik nim kuwatymyz. Men mejburlap bilen çıkırıp etdim. Ama ikramlyky iniq çıksın dep çö, bek çıkadan bolsa biz eliq masalan nakşy etwatgan adamlar bek o kiçik çıkıp kaldy eken. Lekin jıhlar körüp atydy. Körüp Sizde ümit çık. Güzel. Siz nakşy etmeýme dep turýarmysyn dep biz. Ya şu körüp atganlar bolsa bir tykym yaxşı. Şu digendek bu kültürümüz, bu medeniyetimiz şu bizge hem has. Hiç qandaq başqa millet çıkıp tutacak nakşy etamaydy o, tembir çalamaydy o. Mesela şu bana körsüteyim ama menin stüdyomdaki açmıcı müzikalarını bahane bolsun. O tembir, sata. Ya da gitar tutalar, vapla digendek. Mesela bende. Emine soluk. Ay ne mi sana şu bazıcı. Onda bolsa yine bir nakşyny bir okup reislige awaz kewatgan bolsa. Aydın akşam bakka kirsem alma pişipdi. Ey alma pişipdi. Al mileri kızıl gülge yerge düşüpdi. Aydın akşam bakka kirsem alma pişipdi. Ey alma pişipdi. Al mileri kızıl gülge yerge düşüpdi.
Yerge düşken almılanın yaprağı bulsan ey yaprağı bulsan Könglimdeki şu yalanı amreği bulsan Yerge düşken almılanın yaprağı bulsam ey yaprağı bulsam Gönlümdeki şu yalanı amreği bulsam İsil. Çok rahmet. Ama Bekisil, bekisil. kıçı özüm mokam azırak araya bilen nimeni. Aydan akşam degan nakşını okupadım hem de. Bizga hozir bir necha sekund kerak o'zimizni birlashtirib olaylik. Bunda ajoyib bir xil shaxsiy konsertdan keyin. Ko'p rahmat Mo'minjon, rahmat. Bendem bu güzel, yani talantınız, vaxtınız, energiyani bizga chiqarib, biz uchun o'ynab berganingiz uchun ko'p rahmat. Navro'z mana Navro'z bo'ldi, bayram bo'ldi. Shu ishlar o'ynab bilmay buni. Shu emasmi? Agar ruxsat bersanglar, balki Mo'minjon yana uqmayman, bizni xush qilamdi, yana bir numar bilan qilmamdi. Uninggacha bizning muavin mudir Alisher Zo'rdinovga kichik so'z bersam, u Navro'zni biz bilan tabriklamoqchiga. Alisher Zo'rdinov abayqi bolalar, kichik bolalar avatgan videoni qilgan. U bir necha kun yaqin Qozog'iston bo'lgandan keyin uning yaxshi yeri
Uyg'urlarning orasida Navro'z, bayram, balkim u puroqni bizga biroz akila. Alisher Zordinov, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Navruz bayrami muborak bo'lsin. Shu biz ben o'tgan videoda biz bugun yerlik madaniyat markazi bilan birga shu yoshlar Dünya Uyg'ur qurultoyining yoshlar komiteti bilan uyushtirib Uyg'ur maktabda o'qiyotgan bolalarni shu sport tarafdan, madaniyat tarafdan yoki Uyg'ur tili, qozoq tili, rus tili, keyin ingliz tilidan olimpiada degan kviz damdiq. Shu yerda bir o'rinlarni olganlarni mukofotlab, tabriklab, bir prizeslarni berib, shunaqa faoliyat o'tkazgan shu. Shunda o'tib ketadiganman. Rahmat. Ko'p rahmat Alisher Zordinov. Men ko'rdim, biroz u videolarni ko'rdim. Kichik bolalar shundayliqi umaq nima ularni jonlantirib damdiq, ilhomlashtirib keyingilar prize bir narsalarni berib. Shunday yaxshi ish. Alisher Zordinov shu O'rta Osiyodagi bizning yoshlarning ishlarini davom qildi. Hammasini o'zi boshqarib, o'zi qilib, yangi narsalarni to'qib qilib. Ko'p rahmat. Endi qandaq davom qilsak, bizning programma xeyli oxiriga kelib qoldi. Vaqtlar olmay bizning shu niyatimiz bo'libmi faqat biroz bo'lsinmi shu yoshlar komitetidan, Uyg'ur yoshlarining nomidan bo'libmi hammanglarni Navro'z bilan tabriklashdi. Hammamizni o'zimiz biroz eslab, Navro'zning, xushalliqning, yangi yilning yangi umidlar kelsa qanday bo'lishini, meningcha bu go'zal she'rlar bilan, go'zal musiqalar bilan bo'libmi, oxirgi jonliq dutor musiqasi bilan anglab bir xil umidlar keldi. Bilsizlar, o'zinglar bilsa, hammalar oxirgi vaqtlarda qayg'uli xabarlar jiqib ketdi. Tailanddagi Uyg'urlarimiz qaytarilgandan boshqa sabablar bor. Ishqilib bu xafachiliklarning orasida meningcha Uyg'urligimizni, urf-odatlarimizni unutib qolmaslik bek muhim. Albatta bu Ramazon oyida boshqacha bo'ldi, lekin she'r bo'lamdi, dutta, usul, musiqa 12 muqam bular bizning Uyg'urlarning tariximiz, Uyg'urlarning urf-odatlarimiz. U boshqa, qolgani boshqa. Shuning uchun men bek xushal biz hamma narsani biroz kichik bo'lsinmi, oz soz bo'lsinmi yig'ib qadrlik tomoshabinlarga davom qilganligim uchun bek faxrlanaman, bek xursandman. Hammanglar uchun bek ko'p rahmat. Chunki hammanglar shu ishdan boshqa yerdan kelib vaqt chiqarib, meshak vaqtinglarni berib, numur tayyorlab qilish oson emas. Aldirash vaqtida ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat Rizvon aka. Rahmat Ihson. Endi programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Sen oxirlashtirin, burun men bir narsa qistiray qara. Kichkina. Bu sening qilayotgan narsang bir supida bu, sakna. Bizning hozir vatanimiz bo'lmagandan, to'proqning ustida yashamayotgandan bizga supa lozim, sakna lozim. Shuning uchun bu narsaning bu to'liq bunday kamchilikni to'plab kelayotgan sizlardek shunday bir mediachilarga avval rahmat deyman-da. Bek yaxshi bek narsa. Chunki bir-birimizni tepish uchun, bir-birimizni ko'rish uchun, bilish uchun supa lozim. Dunyoning to'rt tarafida yashayotimiz kim nima ish qildi? Abay sen ovozing yaxshi keladi. Demak, diqqatni tatqashqa birisi bir o'qigan she'rning ovozini bundan keyin ishlatalayotganman degan bir ideyadan keldi. Menga shu o'xshashlar mayada muzik bolalarni anglagandeklarmi, muzik chalgan bolalar bor ekan, mana yolg'iz emas ekanmiz. Bir-birimizni mushtaq tepidiganga bir supa lozim deb, bu supa mushtaq bak yaxshi bo'pti, rahmat. Mush supaning borida hozirmi davolay. Xudoyim bilsa-da, mening Uyg'ur madaniyat markazi, Uyg'ur madaniyat markazimizning xudoyim bilsa 4-oyning 5-kuni bir yetliq faoliyat o'tkazmoqchi. Kelalaydigan imkoniyati borlar bo'lsa, texmi yaxshi bir naq maydon konsert bo'ladi. Yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Tirishman shuningga. Shunga hammalarning kelishini umid qilamiz, taklif qilamiz. Anglamaganlar bo'lsa, anglaganlar bo'lsa, bir-birini yetkazib, mushtaq bir-birimizni qo'llaydigan vaqtlar shu. Cho'nglarni qil deb bo'lsa qilib olmayotgan yoshlar bir-birimizni mushtaq qo'limizga qamda amal yo'q.
Şu narsani qistirib qo'ydim. Bu biz uchun bek muhim. Hamda hozir shu international cho'ng shakllarga biz o'zimiz Uyg'urcha chiqolmagandan keyin shu biz o'zimizni taraqqiy qiladigan bir yaxshi amal ekan. Elbette. Çok Köpten doğru. köp rahmat. Bizim kanalımız şu sizler için var. Sizler bunu anlatın. Özümüz çıktı sizlerimiz şu sizler bu anlık sizler bakenimizde de kokmay başladık bu işini. To'g'ri. Okey. Lekin Hı. Mo'minjon degan efendim degan gaplar bek to'g'ri. Bizga platform kerak, bizga Uyg'ur yoshlarga amal kerak bo'libmi, hamma taqil ketgandan keyin mushtaqiligi fursatlar bek ozchu, birlashib qo'llab deyishalaydigan. Biz bunda fursatlar bo'lsa, ching tutishimiz kerak, foydalanishimiz kerak. Shuning uchun bu har bir mushadi bugun vaqtini chiqarib, qo'shilib qilgan odamlarning ajri hargiz unutmaymiz. Ham bakkiligi mening Uyg'urcham biroz chala kechirsizlar, ammo asta-asta yaqinlashib kelar bunda vaqtga kelsam jiddiy-ku. Chiroyli. Mushta vaqtlarda kelganda bir xil sizlarning ajrlar bakkiligi qadrlaymiz. Yuqorida ko'rimiz, yurtimizni saqlaymiz deb qo'ya ish qilib. Ammo Mo'minjon degandek to'g'ri biz mushta keyingi bir narsalar bo'lsinmi, yoshlar, ko'rayotganlarning do'stlari, adilari, qolganlar qo'shnilaringlar hammasiga deb chiqarib, zo'rlab yoshlarni birlashtiraylik, akilaylik. Chunki kelajak bizning qo'limizda yoshlar. Uyg'urligimizni asrab qilish bizning qo'limizda. Bu bizning power. Biz bir nima qilsak, boshqalar kim qildi shuning uchun kelinglar minglarga sizlarga bizning ishigimiz ochiq, qo'limiz ochiq, nim maslahat bo'lsa biz hammamiz beramiz. Bu yerda chiqqan har bir yoshlar, qurultoydagi qadinas odamlar hammasi bor. Qanday savol javob bo'lsa, yordam kerak bo'lsa, Uyg'ur bo'lsam biz Uyg'ur uchun bor. Uyg'ur uchun yashaymiz, Uyg'ur uchun kulimiz, Uyg'urimiz uchun davom qilamiz hayotni. Shuning uchun yoshlar rahmat tamamlarga bugun ko'rganlarga, ko'miganlarga va meningcha bizni oxirgi bir sovg'at keldigan o'xshaydi Mo'minjondan. Sizlarga birov auditoriyani aldinglar, tambirini zaten anglab bo'linglar. Ravob chepar sizlarga. Oxirgi mushtaq tugdaylar. Davası Qashqarning nima Toshvoy degan tog'imizdan, bobomizdan shuni ijod etdi. Yavrum chapiraya yavrum. İgiz vay dağ başıda çırak köye duyar yarım o köyenler vay çırak emel vay yürek köye duyan İgiz
Vay tağ başıda Kurguy agi duya yaru Kurguy agi duya yaru Vagigen vay kurguy vay agi duyan Bir dana erdim yaray mundana buldum Bir dana erdim yaray mundana buldum Aklı uşum din yaray bigane buldum yaray bigane buldum yaray Kuşlar ben sana ömrüm yarim diyeysen Kuşlar ben sana ömrüm yarim diyeysen Sendek kızıl gül yaray her cayda bulmaz Sendek kızıl gül yaray her cayda bulmaz Her cayda bulsa yaray Sinningçe bulmaz yaray Sinningçe bulmaz yaray Kuşlar ben sana ömrüm yarim diyeysen Kuşlar ben sana ömrüm Vay yarim diyeysen Süper. Köpten köp rahmet. Pek yaxşı oldu. Acayip. Vahşi isil. Tişidin Mabul kep kulam suğaq biraz ilişip Yaxşı yaxşı oldu. Uygur degen şu özümüzün hem de dünya tontumuz tek bir senetimiz var. Bir özümüz olmuş medeniyet alaylıklarımız var. Şu biz özümüz assimilasiya bo'lib ketib qolgan bir millat bo'lganligimiz uchun qancha o'zimizning milliy alayliklarga chin isilsak qancha o'zimizning kulturini o'zimizning san'atini qo'g'dashga shuncha intilsak mancha o'zimizning milliy kimligimizni saqlab qolish uchun besiladigan eng muhim eng sog'lom qadam shu deb o'ylayman. Ko'p rahmat bu Uyg'ur san'atini qo'g'dash uchun sizlar chiqish qilyapsizlar. Uyg'ur madaniyat markazidan Norvegiyaga deyman o'tkaziladigan kechiliklar. Norvegiyada. Naq maydonda mushunaq ishlarni anglashni xohlaydigan qarindoshlarning hammasini Norvegiyaga taklif qilamiz. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqtni xil berib qolibdi. Endi programmani oxirlashtiraylik. Aslida debsizlar bu haftada bir qilinglar bu programma deb haftada qilmaymiz, lekin bayramdan bayramga yana Rizvon ayning yetakchiligida Dunyo Qurultiyi Yoshlar komitetining o'rlashishi bilan yana faoliyatlarimiz bo'ldi inshaalloh. Hammalarga ko'p rahmat. Rizvona xonim. Rahmat. İhsan ko'p rahmat. Mushu u dialogda bizni qatnashtirganlar uchun, biz uchun bir o'rin, vaqt berganlar uchun. Bu faqat mening nimam emas, chunki bu yerda yana bir Turdi degan bola bor, Turkiyadan bu hamma narsani boshqaryotdi. Hammalarga rahmat. Agar yana ko'rayotgan odamlarga demoqchi, biz albatta qurultayning komiteti bo'lsinmi, yana bir dendek biz Uyg'urlar uchun. Hamma yoshlarni, hamma qatnashima aktiv bo'lma, Uyg'urim uchun, vatanim uchun
siyosetmi, kulturmi, madaniyatmi har tarafdan o'zimning bir sarpini qo'shiman deganlar uchun eshigimiz ochiq, kelinglar. Yana bir qatim Navro'zinglar muborak bo'lsin. Agar buni yana bir qatim bunday kechilikni qilmoqchi bo'lsanglar, 4 ayning 4-demi? Taksi Osloga beringlar. 4 ayning 5 Osloda. Unda teximiz sizlarni go'zallik bilan Navro'z bayramlari kutadi. Rahmat. Hamma anjımı faqatla ko'rayotganimiz sizlarni shu. Mana shu. Saha. Arzona hay. She'r. Kim ko'rayotgan bo'lsa hammanglar kelinglar bir kelib shu banada ko'rishamiz. İnşallah. İnşallah. Bo'ldi, hamsa program